Rohib Bahiro Muhammad haqida shunday debdi. Ha, Muhammadni buyuk ishlar kutmoqda. U holda Varaqa ibn Nawfal bilan maslahatlashishimiz kerak. Bahiro Muhammadga diqqat bilan nazar solibdi. Muhammad yoshigidan ko'zga yaqin bola. Ha, to'g'ri aytasan. Muhammad juda ham odobli bola. Ha, u rostgo'y va ishonchli, ochiq chehrali, qora ko'z, xush muomala. Agar so'zlaringiz rost bo'lsa, farishta unga vahiy olib keladi va u payg'ambarlarning so'nggisi bo'ladi. Agar Alloh menga umr bersa, albatta unga ergashaman va yordam beraman. Sizga nima bo'ldi, Abu Tolib? Xafa ko'rinasiz? Jiyanimga yahudiylar zarar yetkazishidan qo'rqyapman. Qo'ying bu gaplarni. Bahiro sizni cho'chitib qo'yibdi. Fikr-u xayolim Muhammadda. O'lib qolsam, Unday demang. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Muhammadni og'ir hayotda yolg'iz qoldirishdan qo'rqyapman. Hali ko'p yashaysiz. Uni to'yini ko'rasiz, farzandlarni ko'rib quvonasiz. Ey Muhammad, amakingning senga mehri kuchliligidan uning g'am tashvishini yanada ko'paytirding. O'sha vaqtlarda Makkada yomon odatlar keng tarqalgan, jumladan zinokorlik avj olgan edi. Ularning odatlaridan yana biri urushda g'olib bo'lgan mag'lub tarafning ayollarini asir olib o'ziga halollab olar edi. Bu o'sha ayolning farzandlariga umr bo'yi or hisoblanardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hiro g'orida yolg'iz qolib ibodat qilardilar. Osmonlar u yer mulklari haqida tafakkur va tadabbur qilardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uzun tunlarni xolis Allohga bag'ishlab ibodatda o'tkazardilar.